Hammasi hayqirdi. U yomon, u buzilgan. U endi odam emas. Lekin hech kim ko'rmadi, men qanday yo'llardan o'tdim. Men ruhni yeb bitirayotgan tunni ko'rdim. Ko'kragimni sindirayotgan og'riqni eshitdim. Hamma kechagi do'stlar shu yerda. Orqangdan pichoq urishga shay turibdi. Menga sababsiz tamg'a bosishdi, pichirlashdi. U endi odam emas. Men boshqaman, lekin bu qushlarning biri emasman. Mening jahannamim ichimda yashamaydi. Men kul ko'chalardan o'tdim, har bir qarash go'yo hukmdek edi. Odamlar bir-birining yuziga yolg'on gapiradigan joyda, sevgini bahslash uchun sotadigan joyda, tomirlarim muzlaguncha yiqildim. Men kul ko'chalardan o'tdim, har bir qarash go'yo hukmdek edi. Osmonlarga ishonchimni yo'qotmoqdaman, lekin tizzalarimda turganimda ham o'z jonimni o'zim sotmadim. Butun dunyo meni la'natlab yomon deganida, bir kecha mening huzurimga iblisning o'zi keldi. U qarshimda jim o'tirdi va birdan tinchlikda dedi: seni bekor azoblamadim, men ichingda kim borligini sinadim. Yaqinlaring xiyonat qildi, o'zlaring deb keladi, lekin sen mahluqqa aylanmading. Garchi qasos olishga haqli bo'lsang-da, u chuqurlikka tikilib qaradi va yuzidagi qonni sekin artib oldi. Dedi: millionlarni ko'rdim, lekin kamdan kam kuchli qalblarni, odamlarning qanday singanini, og'riqlarni aqldan ozdirganini ko'rdim. Lekin hamma yiqilganda sen o'rnidan turding. Ichimda urush bo'lsa-da, charchoq orasida jilmayib so'radim: sen nima? Sen jahannamsan, zulmat, og'riq va gazabsan. Nega ichingda titrayapsan? Va iblis birdan past ovozda dedi: chunki sen barcha olovlardan va butun jahannamimdan dahshatliroqsan. Sen shunday g'amni yengding, undan keyin o'rnidan turish mumkin emas. Seni oxirigacha sevishga qasamyod qilganlar singirdi, lekin o'lik ruh bilan ham sen hammaga o'xshab qolmading. Butun dunyo meni la'natlab begona deganida, bir kun iblis kelib boshini egdi. U dedi: men yurakka urdim, seni ich-ichingdan kuydirdim, lekin xiyonat va yolg'onlar orasida sen odam bo'lib qolding. Sen osmondan nafratlanishing, aqldan ozganlik va yovuzlikda yonishing mumkin edi. Lekin imoning olganidan keyin ham ichingda nur saqlab qolding. Endi men kul orasidan ichki dardni olib ketmoqdaman. Agar kimdir mendan javob kutadigan bo'lsa, uning ko'ziga tikilaman. Hayot qovurgalarimni sindirsin, dunyo ismimni o'chirmoqchi bo'lsin. Lekin agar iblis ham yig'lasa, demak men kuchliroq bo'ldim.